Nimaga voqea keldingiz? Bugun nazokatning oldiga borib guvohlik berishim kerak edi. Tergovga chaqirishgandi. Borsak nimamush, bugun charchadim. Kasalman, mazam yo'q. Xullas nima qilsa ham tergovga qatnashmasa bo'ldi. Matlubaxon, yoningizga bir iltimos bilan keldim. Jonim bilan opa. Men endi bosh shifokor bo'larman. Kasbimni o'zgartirishim ham shu yoshimda amrimahol. Shuning uchun shu yerda ishlasam degan. Mayli opa. Lekin qaysi lavozimga sizni ishga olaman? Nega keldi ekan, ha? Qamoqdan chiqib to'g'ri shu yerga kelganmi? Shunaqa bo'lsa kerak. Opa, o'tira olmadim. Vijdonim qiynaldi dedi-yu. Ana! Kibr havoga berilganda Xudoyim ham shunaqa ahvolga solib qo'yadi. Nega kelgan ekan? Menimcha shu hujjatlarni olib ketgan ekanlar. Ertadan ishga chiqadilar. Iya, tushunmadim. To'xta. Shoshma. Keling. Yur. Jahongir, Labi. xodimlarga maosh berdingmi? O'tir. Hamma xodimlar maoshini olishdi. Yaxshi. Menga qara. Muammolar yo'qmi, tinchlikmi qilib? Yo'q, tinchlik. Seni bu yoqqa chaqirishimdan maqsad senga bitta maxsus topshiriq bor. Nima ekan? Eshitaman. Senga Manzurani surishtirib kel degan edim. Esingda bor-a? Ha, esimda. Xo'sh, nima bo'ldi shu? Surishtirganman. Kenay yaqinda bolalarning oldidan kelibdilar. Xo'sh, keyinchi nima bo'pti? Uy nima bo'pti uy? Uyni o'zingiz Manzura Ortiqovaning nomlariga o'tkazib beribsiz. Hujjatda bo'lsa hadya qilingan deb yozilgan. Keyin Kenay uyni sotib, boshqa yerdan kvartira qilgan. Bunaqa bo'lishi mumkin emas. Bu nima degan gap bu? Men unga hech nima bermaganman. Qachon hadya qilgan ekanman? Adashmasam, bundan 3 oycha oldin. Mana shu yilmi? Ha, shu yil. Ya, aniq men hech narsa bermaganman. Bu nazokatli ishi bu. U meni aldab qo'l qo'ydirib olgan shekilli. Yanachi nimalargadir qo'l qo'ygan ekanman. Shularni yaxshilab aniqlashtirgin. Ha, bo'ladi. Ha, keyin Manzuraning uyi bor-ku. O'shani manzilni ham top kelgin. Nimaga? Ishing bo'lmasin. Bor. Xo'p. Tinchlikmi? Ha, suvga tushganmi shunday hurpayib ketding? O'zim shunday. Nima balo? Odam o'ldirib qo'ydingmi? Ranging ham ketib qopti. Xudo asrasin. Nimaga odam o'ldiraman? Nechi berishyapti o'zi? 168. Ha, unda qo'rqma.
Men ham shu bilan qamalganman. Menga qara, kimni tushirding o'zi? Erimmi? Qonuniymi yo shar'iymi? Qonuniy erim ustimdan yozib berdi. Ha, qo'yaver, xavotir olma, chiqib ketasan. Men birontasini o'maribsanmi debman. Xudoga shukr, o'g'ri emasman. Birovni haqqi menga kerak emas. Ha, birovni haqqini yemaganing uchun shu yerda o'tiribsanmi? Kutib qolmadingizmi? Yo'q. Atigi 2 soat kutdim xolos. Ha, hech qisi yo'q. Men sizni 20 yil kutganman. 2 soat kutsangiz kutibsiz-da. Xo'p, tinchlikmi, nimaga chaqirtirding? Bugun qanaqa kunligini bilasizmi? To'yimiz bo'lgan kunimi? Yo'q. Bugun Ilyosning tug'ilgan kuni. Shunga bitta velosiped olamizmi deb sizni chaqirtirgandim. Esimdan chiqqanini qara. Shunga kechadan beri xursand ekanda-ya. Ha, shunga bizdan katta sovg'a kutyapti. Do'konlar yopilib qolmasdan borib, bitta velosiped olaylik. Ha, bo'pti, o'tir. Ketdik. O'zi qachon tergov tugarkan? Bilmayman. Ertaga ham davom etsa kerak. Meni ko'rgani keladiganlar ko'p emish. Oxiri ko'rinmayapti. Ishing chatoqga o'xshayapti-ku. Menimcha, bitta 168 bilan kirib keta olmaysan. Yana yoniga 169 A, B qo'shilsa kerak. Mendan xavotir olma. Advokatim yaxshi, o'zi hal qiladi. Bu yerni pasti balandini bilasan shekilli. Juda xotirjam o'tiribsan. Bilaman. Ha, odam bilib turib shu ishni qiladi. Tarkka odat, amri mahol. O'rganib qolgan hunaring ekan-da. Aslida erkaklarni o'zi menga osiladi. Bor budini beradi. Keyin orqamdan yig'lab militsiyaga shikoyat qilishadi. Adolat qani? Adolat yo'q. Ha, senga shunaqalar uchrasa kerak. Menga doim pishig'i uchragan. Aslida erkaklar men emas, men erkaklarni tanlayman. Oho, tanlarmish. Nima? Shunchalik ko'pmi deyman sho'rini quritganlaring? Unaqa ko'pmas-u, lekin bor. Ha, ko'rinib turibdi. Ustoz farang bo'lib ketibsan. Pinagingni ham buzmayapsan. Opa, o'ladigan dunyoda siqilib nima qilaman? Nima bo'lsa bo'ladi. Tavakkal. 1 yildami, 3 yildami baribir qo'lga olishardi. Ashaddiy jinoyatchilar turganda biz kimmiz, opa? Aslida o'ylab ko'rdim. Bizni qamashlari ham noto'g'ri. Mana masalan Amerikada mayda o'g'irlik qilgan odamlarni qamashmas ekan. Ogohlantirib qo'yib borishar ekan. Bizda ham 168 ni o'rniga shunaqa qonun ishlab chiqish kerak. Ola, unaqada hamma yog'ini o'g'ri bosib ketadi-ku. Bu dunyoda hamma o'g'ri. Biz shunchaki aldab, lekin mehrimizni, vaqtimizni ketkizib olyapmiz-da.
Ha. Boshqalar sekin-sekin bekitib hech kimga bildirmasdan olyapti. Ulardan nima farqimiz bor? Oyijon, suyunchi bering. Nimaga suyunchi? Azik ayol sopdi. Zo'ru necha opti? 7 opti oyijon. Oyijon, bu natijani uncha odam ololmaydi. Uni keyin uchuvchilar universitetiga qabul qilishar ekan. Tabriklayman, bu seni mehnating. Oyijon, Azik harakat qildi. Faqat men ozgina yordam berdim xolos. Oyi, Azik ertaga Moskvaga uchib ketar ekan. Xo'sh, Bugun meni mehmonga chaqiryapti. Borsam maylimi? yo'q qizim, kech tushib qoladi. Oyijon, bora qoling, kech yo'qolmayman, voqila kelaman. Mayli, yarim kechaga qolmasang ruxsat beraman. Rahmat oyijonim, sizni yaxshi ko'raman. Bo'pti, kech qolmang. Xo'p, oyijon. O'zi menga qara. Nech pul omarding? Ayta olmayman. Voy, aytur, birovga aytarmidim? 500 ming. 500 ming? Shu mayda o'g'irlikmi? Mayda o'g'irlik. Unaqa odamlarga bu arzimagan pul. Yo, sen o'ta aqllisan. Yo, seni aqling joyida emas. Menga qara, kimsan o'zi? Nazokat Botirovnaman. Bo'ldimi Nosirboy? Bo'ldi mana boy. Bugungi Qani, osh qani? boshqacharoq bo'ldi-da. Boshqacha bu. Qani Qani? qani? Boy, kechirim so'raydiganlar ro'yxatida yana kimlar bor? Hali ko'p. Noshati hali ko'p. Xo'p. To'g'risini aytsam, mana endi aqlingiz kirdi, boy. Nima? Oldin ahmoqmidim? Yo'q. Lekin qalbingiz hozir ancha yumshagan. Avvallari qahri qattiq edingiz. Qani, oling. Ey Nosirboy. Men odamlarni o'zi shunaqa qilib qo'yapti-da, nima qilay endi? Bo'lmagan gap. Odamlarda nima ayb? Ayb o'zimizda. Bu gapingiz ham to'g'ri. Avvallari boyman deb kibrli bo'lganman. Qo'lim hamma joyga yetadi deb o'ylardim. Ha. Tiz cho'tilmaguncha qo'ymasdim. Xuddi shunday. Ha, bu nazokatxona aqlingizga kiritib ketdi-da. Uni nomini boshqa bu uyda tilingizga olmang. Ha, endi berib qo'ygan hamma narsangizni qaytarib olasizmi? Albatta, men unga berishim kerak. Undan ko'ra uysiz bir bechoraga beraman. Duo qilib qo'yadi. Barakalla. Mana boshqa gap. Qani, oshta oling. Oling. Oling, boshlang. Ey xudoyim. Osh bo'lsin. Boshlang. Osh bo'lsin Nosirboy. Ash bu maza bo'libdi-ku. Yoqdimi? Oling. Oling. Hop. O'zi men sizga ko'p aytganman. Ha, O'sha ayoli deb kuydirdingiz hammani. bo'ldi dedim-ku. Qaragan chog'ingizda endi 70 ga kirgan odam yosh ayollar orqasidan ergashib. Oling. Shunda o'g'lingni ham, keliningni ham hammasini o'zing bilan olib kirib ketasanmi? Bilmadim, ko'ramiz. Ha, o'zing-ku yo'ldan adashibsan. Nimaga bolangni tortding? Bu safar qo'lga tushmayman deb o'ylagandim.
bitta maraz meni tutib berdi. Keling. Keldim. Kozim, baqirmang. Uydami? Ha, uydalar. Nima edi? Gaplashib olishim kerak. Ular hozir gaplasha olmaydilar. Bandlar. Kozim? Kozim aka, Baqirmang dedim. Bu siz uyingiz emas. bu meni bolam uyi. Xohlagan ishimni qilaman. Kozim aka? Kozim! Nimaga bu yerga kelib xo'jayinlik qilyapsiz, a? Chiqing, qani, chiqing. Tort qo'lingni. Kasaling yuqib qolmasin. Aslida sendek odamlardan jirkanish kerak. Ovozingni o'chir. Bekordan bekorga Azik seni uyingdan qochib ketmagan ekan. Bunaqa ona bilan yashab bo'lmaydi. Tinchlikmi? Nimaga kelding? Nimaga baqir-chaqir qilyapsan? Bu natija bilan aniq universitetga kirasiz. Siz bo'lmaganingizda men IELTS ololmasdim. Olardingiz. Siz hamma darslarni bittada o'zlashtirdingiz. O'zida o'qishga intilish bor edi. Hujjatlarni universitetga onlayn jo'natdim. Xo'sh, javobi keldimi? Keldi. Tabriklayman. Zarina nima desam ekan? Haligi men qaytgunimcha kutasizmi? Mana bu xotinjiz o'zicha menga baqiryapti. Kim u? Menga baqiradigan. Pari, sen uyga kirib turgan? Nimaga kelding? O'g'lim chetga ketar ekan-u. Men bilmas ekanman. Uni nima qilyapsiz? Azimjon Moskva universitetida o'qishiga kirdi. Xursand bo'lmaysanmi? O'z kuchi bilan, bilimi bilan kirdi. Bilmi bilan? Kulgimni qistatmang. Undan ko'ra pul bilan olib kirib qo'ydim deng. Sen o'zi qanaqa onasan? Oxirgi marta o'g'lingdan qachon xabar olding? Bir yil oldinmi? Bir yildan beri Azimjon o'qidi, yomon odatlarini tashadi, davolandi, shuni bilasanmi? Bilaman. Lekin men uni ketishiga qarshiman. Sendan birov so'rab o'tirmaydi. Azimjon 18 ga kirgan shaxs. O'zi qaror qabul qiladigan yoshda. O'qigisi kelsa o'qiyveradi. Nima siz bolamni boshiga yetmoqchimisiz? Nimaga shunaqasan, ha? Nimaga doim yomon narsalarni o'ylaysan? Ataylab ana xotinchiz.
meni bolama chiqishtirmasdan xorijga jo'natib yuboryaptimi? Uni nima aloqasi bor? Bilaman. Mana shu xotiningiz meni o'g'limga kun bermayapti. Otangizni oldiga olib borib tashladingiz, indamadim. Meni bolam choli xizmatini qildi. Chidadim. Endi o'zga yurtlarga jo'natyapsizmi? Bu sen nimalar deyapsan, ahmoq? Sen bilan men tarbiya qila olmagan bolani otam tarbiya qilib berdi-ku. Aka, oyim kech qolyaptilarmi? Ishlari chiqib qolgandir-da. Ha. Men tug'ilgan kunimligi eslaridan chiqib ketgandir. Xafa bo'lma. Ko'rib turibsan-ku. Oyim charchayaptilar. O'zimmi oyim tirik bo'lganlarida Ilyos o'g'lim deb yaxshi ko'rgan somsalarimni pishirib berardilar. Dadam qamalmaganlarida avtomat olib berardilar. Jinnimisan? Bular bizga yaxshi qarashyapti-ku. Nega xafa bo'lasan? Aka, tug'ilgan kunim 1 yilda bir marta bo'ladi. Shuni ham eslaridan chiqarishibdi. Bo'pti, xafa bo'lma. Tog'amlar ham eslashmadi-ku. Bizani hech kimga kerakimiz yo'q. Unaqa dema. Mattuboyim bilan Hasan amakim eshitib qolsa xafa bo'lishadi. U meni ham bolam. Hayotiga aralashishga haqqim bor. Zarifa, meni asabimga tegma, ket. O'zing bolangga qaramaganga yarasha uni tinch qo'y. Endi seni oilang bor. Endi senga bola kerak emas. Azimjonni men tuqqanman. Tuqqan boshqa, tarbiyalagan boshqa. Azik hech qayerga bormaydi. Agar unga bir nima bo'lsa, meni 2 qo'lim sizni yoqangizda bo'ladi. U o'qishga boradi. O'qiydi. Uni o'zim jo'nataman. Siz bolamni bag'rimdan yulib ketyapsiz. Voy, baraka topkur. O'zi ketyapti, uni orzulari bor. Yaxshi uchuvchi bo'lmoqchi. Yo'qvanda qanaqa uchuvchi chiqadi? Men boydan beri senga nima deyapman? U davolangan. U o'zgargan. Bo'ldi qiling. Agarda bolam ketsa, sizni kechirmayman. Kechirasanmi? Kechirmaysanmi? Menga farqi yo'q. O'g'lim o'qiydi. Gap tamom vassalom. Hali shunaqami? Shunaqa. Undan ko'ra qo'lingdan kelsa, o'g'lingni duo qil. Ha? Nimaga bu ayol doim kelib do'q uradi-ya? Shallaqili qilib yengmoqchi bo'ladi-da. O'zi bolasiga qaramasa, biror marta xabar olmadi. Bolam nima yedi, nima ichdi deb so'ramadi. Yana kelib janjal qilishiga o'ylaymi? Gapirma. O'zimni ham asabim qo'zib ketyapti. Bu ayolga qanaqa qilib chidagansiz? Pari, avval unaqa emasdi. Tavba, tavba. Ona ham shunaqa bo'ladimi? Yana kelib menga tuhmat qilyapti. Men bittagina bolasini chiqishtirmasdan
chet elga jo'natayotganmishman. Mayli, bo'ldi. E'tibor bermagin. It akilliydi, karvon o'tadi. Azimjon o'qiydi. Gap tamom, vassalom. To'g'ri qilasiz. O'qiting. Katta odam bo'lsin. Yetadi shuncha yil ahmoq ona bilan yashagani. Azimjonni o'zi qani? Qo'ng'iroq qilaylik. Nimaga kech qolyapti? Xavotir olmang. Meni ogohlantirgandi. Zarina bilan aylanmoqchi ekan. Shunaqami? Oxiri shu qizni kelin qilamiz-ku. Yaxshi-yu. Kelin qidirib, qiynalib yurmaymiz. Qudam o'zim bilan birga ishlaydi. Qani yurchi? Ke. Yur, men qara, uydamikin bular ish qilib, Ichkari. uxlab qolishmaganmiki ish qilib. Yo'q, uxlashmagan. Qani sekin ochaverasan. Chiqib qolishmasin tag'in bo'la qol. Shamni oling. Sham? Shamni sen olmadingmi? Siz olishingiz kerak edi-yu. Obbo, esdan chiqibdi-ku. Men gugurt oldim mana. Nimadir qiling, o'ylab toping. Shamsiz nima qilamiz axir? Bo'pti, gugurtni o'zidan yasaymiz. Mayli. Hozir. Qani? Mana bunday qilib, Mana. hozir. Mana. Bunisini ham mana bunday qilib qo'yamiz. Chaqira qol, chaqirgandan keyin yoqamiz. Ilyos, Izzat. Qani sizlar? Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday, happy birthday. Tabriklaymiz seni. Qani? Pufla. Qani? Puflagin. Qani? O, tabriklaymiz. Tabriklaymiz. Barakalla. Ilohim umring uzoq bo'lsin, Ilyos. Tabriklayman. Rahmat. Katta yigit bo'lgin. Katta yigit bo'lgin. O'zi orzu qilgandek katta biznesmen bo'lgan. Ha. Menga qara. Bu hali hammasi emas. Qani men hozir Hop, matluba? Hop, hozir. Hozir. Qani? Hozir. Qani. Kela qol. Qani. Ko'zingni yumamiz. Shoshma, faqat mo'ralamagin. Hop. Happy birthday. Ko'zingni yum. Oyi, qorong'uda nima qilyapsiz? Oying bilan shunaqa ko'rishasanmi? Assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Seni kutib turibman. Menga qara. Kimdan so'rab Moskvaga ketyapsan? Kimdan so'rashim kerak? Nima, sen onang o'lganmi? O'z boshimchalik qilasan? Shunaqa desa ham bo'ladi. Chunki siz meni tashlab erga tegib ketgansiz. O'chir ovozingni. Seni men tuqqanman. Tug'maganimda bu dunyoga kelmasdan o'lib ketgan bo'larding. Tug'maydi. Men sizga tug'ing dedimmi? Seni anu xotin aynitdimi? Ketgan dedimi? O'zini ikkita itvachchasini otangga boqtirib, bitta o'g'lini ketkazib yuboryaptimi? Voy, nimalar deyapsiz? Ular yaxshilar. Yonanoma. O'sha xotin otangni miyasini qoqqan. Iloyim bolasini rohatini ko'rmasin. Voy, qarg'am-e? Pari opam yaxshilar deyapman. Menga shirin ovqatlar qilib beradilar. Kiyimni yuvib dazmollab beradilar. Ular sizlardan menga yaxshiroq qolinglar. Hammang uni yonini olasanlar. Menga qara, o bola. Hech qayerga ketmaysan. Ketaman. Onangni norozi qilib ketasanmi? Hali yiqilib qaytib kelasan-ku. O'shanda sen bilan gaplashaman. Qani Ilyos, ko'zingni yum. 2 3. Mana! Syurpriz! Yoqdimi? O'zim orzu qilgandek ekan. Shunaqa ekanmi? Zo'rini olishdi.
Oyijon, Hasan amaga kattakon rahmat. Arzimaydi. Maylimni uchib ko'rsam? Bemalol, albatta. Faqat ehtiyot Ehtiyot bo'ling, bo'l. xo'p? Qani? Hozir men ushlab turaman. Qani? 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 Ana? Ehtiyot bo'l. Qani? Faqat ehtiyot bo'lib uchgin. Hop. Xo'p. Qani? Xursandligini qara. Hamma onasini maqtaydi, onam deydi. Lekin men ona deya olmayman. Chunki meni onam Gapir. Ichingda qolib ketmasin. meni onam duo qilmaydi. Doim qarg'aydi. Mendan faqat foydalanadi. Meni onam dunyodagi eng yomoni. Men yomon bo'lsam, yaxshisini topib ol. Hali burqa yalinib kelasan. O'shanda ko'raman ahvolingni. Oyi. Hali mana shu hamma aytgan gapingizga afsuslanasiz. Afsuslanasiz hali. Bolani miyasini zaharlab qo'yishgan. Marrazlari. Shoshmay turishsin. Men ularni tinch qo'ymayman. Dadasi. Bularni xursandligini qarang. Ha. Mana shu quvonch uchun jonimni ham berishga tayyorman. Bolalarning kulgusi uyimizdan eshitilyapti. Bizning uyimiz ham jannatga aylandi onasi. Shular uchun ertayu kech ishlashga tayyorman. Yo'q, unaqa dema. Axir bu bolalarga e'tibor kerak, vaqt kerak, ona kerak. To'g'ri. Ha. Ehtiyot bo'linglar. Ehtiyot bo'l, Izzat. Ilyos, ehtiyot bo'linglar. Yaxshi borib keldingmi? Yaxshimisan? Nima bo'ldi? Nega xafasan? Hech narsa. Ovqat tayyorlab qo'yganman. Yeyman, ishtaham yo'q. Oyingni ko'rdingmi? Bu yerga ham kelib ketdilarmi? Kelib janjalam qilib ketdi. Nima meni onam shunaqa? Hammaning onasi yaxshi-yu. Bo'ldi bolam, xafa bo'lma. U ham ona. Sendan xavotir olganda. Xavotir olyapti. Hech ham bu odam meni hech qachon o'ylamagan. Esiga ham kelmayman. Siz bilan dadamni o'chini olyapti. Unaqa dema. Nima bo'lganda ham u seni onang. Shu qilganlariga ham hali universitetga kelib hali zo'r bo'lib ketaman. Shunaqa qil bolam. Mayli. Ovqatlanib ol bolajonim. Xo'p, men ovqat tayyorlab turaman. Orqamdan chiq. Xo'pmi? Ey Ilyos, meni gapimni eshit. Velosiped yoqdimi? Yoqdimi? Ha. Bo'ladimi? Kayfiyating ko'tarildi. Ha, zo'r ekan. Yaxshi ekanmi? Ha, ha. Ha, yaxshi. Ha. Ana, Matluba Ana. oyna ham chiqdi. Endi tortni kesamiz Ha. va yeymiz. Shunaqami? Qani? Mana buni bu yerga qo'yamiz. Qani? Vo. Ilyosga katta bo'lagini Ha, beramiz. chunki buni tug'ilgan kuni bugun. Menga ham? Mayli, ana, senga ham kattasi bo'la qolsin. bo'lagi. Hasan amakangga kichkina. Ha, mayli. Kechasi kamroq ishlari Ha, kerak. men shirinni uncha yoqtirmayman-ku o'zi. Bilasan, u Matluba. Bu tortlarni yeb olib, ertaga basseynga borasizlar. Basseynga? Suzishni o'rganasan, ha? Basseynga. Yo'q. Bunisi
Ilyosga. Ilyosga. Menga ham. Mana, bu senga. Albatta, akasi ham shirinlik yeydi-da. Hasan amakimizga kichkinarog'i. Mayli. Bo'ladi. Qani, olinglar. Yoqimli ishtaha. Ertaga meni bolalarim qayerga borishar ekan? Basseynga. O? Suzishni bilasanmi o'zi? Yo'q. Hasan amakisini o'zlari olib borib keladilar. Ha, mayli, olib borib kelaman. Suzishni o'zim o'rgataman. Ilyos, faqat chapillatmasdan suzgin, xo'p? Ha. Sen esa Izzat, ukangga hushyor bo'lgin. Xo'p bo'ladi. Oyi xavotirlaring, biz yaxshi bola bo'lamiz. Aqllilarim Qani o'zimmi? shirinlikdan olinglar-chi. Olinglar. Amakingni o'zlari tanlaganlar. Zo'r ekan. Ertaga suzishdan chiqib ingliz tiliga boramiz, ha? Esinglardami o'zi? Esimizda. Juda ham yaxshi. Darslaringlarni bitta qaytarib olish esinglardan chiqmasin, xo'p? Xo'p. Qalay, shirin ekanmi? Zo'r ekan. Nosirboy. Hey. Ha? Joy yasansan joyida-yu. Ha, tinchlikmi? Jon kirib qopti-yu. Ishlamasam bo'lmaydi. Ha? O'lib qolaman. Siqilib ketdim bu uyda. Hey, boy, yurgan daryo, o'tirgan bo'yra deyshadi. Siz bilan biz yoshimizda o'tirib qolib bo'lmaydi. Toppa to'g'ri. Keyinchalik oyoqlar ham yurmay qoladi. Keyin ketdik. O'zga borib kelmasam, bo'lmaydi, o'tirolmayapman. Pul topish kerak, pul. Kecha o'lalmay yotuvdingiz. Bugun pul topaman deyapsiz. Meni talagimmi? Pul bilan ko'targan, pul bilan. Bu kuniga qattandirib bir daromad kelmasa, ba'zim oshib qoladi. Baribir erkak kishini topgani yaxshi-da. Pul topsangiz toping boy. Lekin boshqa xotin topmang. Bo'ldi. Tavba qildim. Endi boshqa hech kimga uylanmayman. Endi o'ziga keldingiz boy. Hop. Siz mashinada kutib turing, hozir men kiyinib chiqaman. Oxir jangdan keyin shu hali ham o'zim kiyanim yo'qman-da. Nokautman deng. Ochiqni aytaymi? Tan olaman. Nokautman. Bo'ldimi? Xursandmisiz? Bo'ldi. Bo'la qoling tez. Hop, hozir chiqaman. Hop. Xo'sh, nima bo'ldi? Biroz kuchimizni aytishdi. Ish qilib bizni bugun nazokatxon qabul qilsinlar. Qiziq, bu safar nima bahona topar ekanlar? Endi o'qitilib keta olmaydi. Nazokatni shu yerda ko'rish meni eng katta orzularimdan biri. Orzularingiz tomon xush kelibsin-da, aka. Xushvaqt bo'ling. Bu yerda bilasizmi qanaqa joy? Ha, bilaman. Haddidan oshganlarni o'ziga keltirib qo'yadigan joy. Opa ham rosa quturdilar-da. Shunaqa. Odamzod o'z boshiga o'zi yetadi. Uni nafsi o'zini boshiga yetdi. Agar oilaviy qamalsa, qiynalib qolsa kerak. Kelinini qamashmasa kerak. गर्मी बहुत ज़्यादा है और हम बैठे हैं दुकान करें भाई। ये आ गया उज़ेर, गांडू आ गया है। इससे मुलाकात करनी पड़ेगी यार, गर्मी बहुत ज़्यादा पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। दूसरा यार मैं आपको एक स्कीम दिखाऊँ,
और हाँ, ये आप मैं बताना भूल गया, ये मेरा यार जिगरी यार दोस्त है, ये मेरा भाई फरहान है, और ये इसका फरहान का दोस्त है। तो फरहान का दोस्त है यानी मेरा दोस्त है। बाकी ने अगर आप मेरे चैनल पे नहीं हो तो जाके मेरे आप लोग अपने चैनल को सब्सक्राइब करना है और अपने छोटे भाई को फुल सपोर्ट करना है और फुल सपोर्ट देना है। अब ऐसे ही नहीं कि लोग मेरे 20 मिनट तक करते हैं, 20 मिनट तक वॉल्यूम बोलते रहेंगे, जो बतलाता रहेंगे वो बोलते रहेंगे। स्टार्टिंग में वीडियो बनाए वैसे वो काम मैंने तुम नहीं रहा, अब तो मेरा काम में बहुत ही स्लो हो गया, बहुत स्लो हो गया। पहले ना मैं वहाँ काम तुम नहीं रहा, कभी 10,000 आया, कभी 15,000 आया, अब तो बहुत कम हो गया। जैसे कि अब दिन में एक ही आए भाई। अब यार चेक करें क्या यार, नहीं इधर ये भाई किस चीज़ का काम है बता दें, किस चीज़ का काम यार बता तो सही। मेरे बात तुम बता दे यार, हैं मुँह तो दिख रहे लेकिन बस फिर भी तू बता दे, हैं? अच्छा कबाड़ खाना छोटा मोटा है, सूखी रोटी का हिसाब किताब पहले तो तेरे को यार हो यार, यार पहले पहले है कि नहीं किसी दफ़ा आए ना हो हमने मैं तेरे पे बैठूँ ना यकीन मान खुद कपड़ों हो गए और ये जाके मामा लगाए मामा पट माँ मेरे ऊपर इतना भरोसा करे, मैं अगर वैसे जाके पीछे बैठ जाऊँ हर चीज़ सुना यकीन मान भाई जहान मैंने काम करवा जा करियो मजदूरी मजदूरी करवाई मजदूरी करवाए, इस बाद किसी और को काम होने के लिए नहीं किया। यकीन मान में 10 दिन साथ रहे वो नशा कर स्वाद नहीं किया यार, अपनों पर डिपेंड करे जो चीज़ लगे वो हर चीज़ सुना करते हैं। एक तक के सिफारिश मैंने एक बार आज 3 महीना पहले मेरा फोन देखने में सिफारिश खाता तो आज नीम के टाँग कर मारो बस खाली सिफारिश, वो भी कौन सी मुंबई मेरा भाई ने आगे बताया मैं जो बनाया क्या भी आगे बढ़ हमें में तो टेन सब तो देखो रहेगा वो आप मैं करो निकल कर उन्हें करें मेरा और थोड़ा गलत काम हो जाए 3 बच्चा के बाद मेरा दुआ गया मेरा कुछ दे रहा है हम सारे दोस्त में रहता हूँ। अब तो मैं पता ना कैसे शकीन लगी मेरी नानी का साथ नानी वो लगी ने मुझे मैं लेके जाऊँगे दिल को ना ये मेरी नहीं वो तो मेरी भी बहान है मेरा तो मेरी बहान कहाँ बोलता तो है लेकिन ना तो मेरी जा अब घर से सब बैठक बना ली ना जब वो बेचा मेरा बच्चा जाऊँगा कोई मर्जी आवा बैठक पहाड़ पे की जवान हमारे जो मेहमान जा गए ना हमने चंगी बड़ी बैठक बना रखी है
और वहाँ मंची सोफा बिछा रहा, कानून बिछा रहे, वहाँ चलते रह रहे हैं। और वहाँ में एक वॉशरूम कोई बड़ा यार चलो एक देख लो। ओए आज ना आज फिरना लगा रहा कबाब भोसड़ी का तो यार तो बड़ा नया तेरा भूसा आज फिरना लगा आज चल देता आज मेरा भी ना गरीबो आगा वो तो आगे मैंने किसी लिए भेज दिया। मेरा दोस्त है सना एक बार मैं फोन करो ना मैसेज और तो मेरी हो वह बहना को पता यानी तेरा कारोबार है इसलिए तो पैसा देता है वह बहना को पता तो कैसी हो वहाँ ने भेजा वो पता ना बहना को जान ये रखना यार यू कहीं काम कर रहे हैं रहमू को भाई है ना ये कहाँ करे आना है मेरे जानी आना है बस थोड़ी देर में वाल फोन करो मैंने वाल दे लो ना वालो रहमू लो जानी लो न करो मैं आ जाऊँ कुछ देर में कुछ 20 मिनट वही स्टार्ट कर रहा हूँ कितनी होगी हैं 7 मिनट 7 ही होगी 7 मिनट वो ना पता लगा 7 मिनट की होगी वही ऐसे ही है आज ही गया है ना सुनाने भाई कई दौर में ना गंजा का तो फेमस बंदो होता हैं उस्ताद ये कसम से कई दौर में गंजा का फेमस बंदो होता आजकल लगता वेला ही काम से नहीं जा रहे आजकल आज ये देखें भाई ये बड़ा मनूस काम करता है मेरा जिगरी यार है यार ये मैं तो नू बस नू करूँ हमजा का ना है ना हमजा यार हमजा बहुत लेट आया आज मामा भी लेट आए हुए तो हमजा भी लेट आएगा यू कहाँ गए रहो ओए हराई शापन की है शापन लग रहा है तेरे और मेरे मिलने का के मैंने सीने से लगाना है प्यार से मैंने आज से गुजर जाना है इतना प्यार किसी से कोई ना हाँ ये इनको सर जाएगा इनसे मैं ले आऊँगा वापस अब तो दुकान का मुँह पता लग गया दिखायो यार सारा बाल भाई चल बिगड़ो वाली क्या प्यारा भाड़ा तेरा जा यार अच्छा यार भाई तेने खाता लगा रखो है यार इतना ही है वैसे भी यार कोई काबला कूबला आया हो तो वालों का बंदूक के चंडे के पीछे लग रहा है आज ही लाओ 1500 का वाला काबला चाबी चलेगा
बाकी आना भी बहू ने साम लिया तो पैसा तो ले ली कितनी चीज तो मैंने मोड़ियों आती हाँ 10 मिनट का तो होगा है 10 मिनट का तो होगा का हो बहुत लंबो कहाँ मैं क्या रही थी होगी वो दिखा अभी मैच खेल के आया हूँ 1 शॉट में खेली है और सामने खड़ा कितना दी ना अभी ऊपर उनके गए ना लगे उनके गए ना कोई नाले कपड़ा आज तो लगे मामू बीच में गली में कौन बीच गली में से निकल आया मैं चौक में खड़े तुम मुझे बता तो सही तुम मुझे फ़ोन कर देते एक मिस कॉल मार देते मैं आ जाता हैं वो मैंने वाक़ा पे सुने जब देखो है ना तो आराम से पहले ही आए मैंने जब ही देख लो मैंने कि मामा कहीं ना कहीं छोड़ के आया पक्की बात है तो वो से गाँव मैंने फ़ोन पकड़ो मैंने चल मैं मामू जाके लिया हूँ उनसे कहाँ ने या मैं आधे लीटर तेल पाता यहाँ चट ले जाता हैं पानी है गोय हैं तो ना है मेरा तो ना है सज्जन तुम सज्जन लगा रहे हैं मेरी भाई ने अब ये सारा सिस्टम मैंने एक अलग किया हुआ है तो यार ने आज के दिन के बारे में बताऊं ओए कौन गाइस ये हमारे कज़न मेरी तरह काला कलोटा था और अब इसको देख अब चिट्टा पलोटा हुआ पड़ा है हमें भी कोई करीम बता दे हम भी चिट्टे हो जाए गोरे हो जाए चिट्टा क्या करेंगे मैं तो नींद में बेल रहे हूँ कंगारो 5-10 दिन और रह लियो ना तो अगली बार मैं ना जासूँ यार साथ खाला खुलाने में सीधी बात मैं करी मैं शायद उनके जाऊँगी उनके सोच के आ जाऊँगी कोई बात यार मेरे दिल में उनकी तो नहीं मानो मैं तो जाऊँ सीधी बात है 5 मैंने कहीं इन करी ना आज सुने ना आज मैं भाई फजिला से बात है अपू मोखर से निकाल दे दो मेरा तुम्हें बात ना बता बात मेरा भी गला हट के पड़ी बात बताई यार तू अब बात मुझे याद नहीं दिला बता दे यार मेनू ना फिर मेरे ऐसे कहा बात कि तू बस लाल कान होई बढ़िया है कासा लखन पी देने ओए का होगा मामी आज इतना सारा तो लता धोया हुआ सरफ सुहाने ये यार क्या यार पूरी
और या तो क्या म्यूजिक बंद कर ले ए वो लेके आओ 20 वाली नींद को हमने हां अब मोर भी कहने बाहर तक कम कर दे कुछ बल्कि ये का मैं थोड़ी साइड पर बस कितने 5 मिनट बाद चले जाऊं चल सही बात है 20 ओए म्यूजिक मत चलाओ, मैं वीडियो बना रहा हूँ। म्यूजिक मत चलाओ। बंदा बन गया वीडियो बना रही। और चंगा बड़ा बेचारा आने लगा पड़ा, मैंने पहली दफा उन्हें बारी दे दी, पावन पे सीधी गई इधर मैंने नहीं रोकी और साली गुल्ला के अंडे तो नीचे लग के और डायरेक्ट में घर से किंग बोलना दे दोनों मुझे को बस मैंने रोकी हां तो तू बोल घर के अंदर चली गई, कमरा के अंदर चली गई, वेला थे सब कमरा में इधर जाए ऐसे कुछ भी ना होगा। आज बाहर जा नहीं 5 मिनट बन जाते हैं, बाहर जाकर वो सेंड कर दूँ, उस पूरे 7 बजे सेंड कर देना मालूम। और तू दाल लेके आन 20 साढ़े जाए माल दे तू बंदा बढ़ जा। ओए ही ना यार, तो सही की बात करनी है मोहे। आप तू मेरे पे पूरा 20 मिनट रहा तो मैं सीरियसली तो बात ना बता सकूं, कसम से बात ना बता सकूं। मैं वही सामने कैमरे पे यार ने बात ये है कि ना वो आपसे ओए ये ब्रश है गाइस, आपने तो कभी देखा नहीं। हाँ हाँ, ये तो आम का खजूर है। आम का खजूर? ये कौन सा आम का खजूर है, कौन सा पौधा है दुनिया में? ओए ओए हीना, आज चला तेज कर चल रहा था जो आपका बड़ा था। कहाँ जा रहे हो? कोई लेन मैं ले आ रहा हूँ, दिखा। हाँ यार 1 मिनट और रुक जा, मामल देख जाऊंगा मोबाइल में। ओए आज वैसे ने ओए यार जब भी पानी भूल गो। ओए जब भी पानी यार यार वाल फोन करवा कर सकते बड़ी खराब है इस मेरे घर वासन पे यार नहीं कर रहा हूं वाला आई यार तो चला वहां पे पहले हम उसके अरे बाकी तेरे आते ही उखाड़े से रह गए। बाकी भाई मैं करता हूं अपने ब्लॉग का यही लगन वीडियो आप लोगों को अच्छी लगे मुझे लाइक करें, फॉलो करें और तुम बताएं वीडियो कैसी लगी। और कल आप इंशाल्लाह नेक्स्ट ब्लॉग अगर आप मेरे चैनल पे न्यू हो तो जाकर मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने छोटे भाई को सपोर्ट करें। लेने तो पकड़ ले, रोज नगद दे रहे हो। 1200 रुपये लेंगे वापस, करो खर्चा होगा तेरा 2000 नहीं।